Belim og'riyapti degan gapni ko'p eshitgansiz yoki o'zingizda kuzatilgan. Aslida bu qanday? Bel og'riqlari sabablari qanday paydo bo'lishi, belning qaysi sohasida og'riqlar bo'lsa, qanaqa klinika berishi, shu haqida sizlarga to'liq ma'lumot beraman. Assalomu alaykum. Sizlar bilan doktor Boysunov Sohmuzar Nuraliyevich, nevropatolog igloterapevt. Sizlarga hozir bel og'riqlari sabablari haqida ma'lumot berib boshlayman. Bel og'rig'i sabablari ikki xil. Umurtqaga bog'liq bo'lgan og'riqlar, ya'ni umurtqa degani nima? Mana, umurtqa. Umurtqaga bog'liq bo'lgan og'riqlar, ulardagi har bir bo'g'imlar bo'lishi mumkin. Umurtqalarning o'rtasidagi tog'ay to'qimasida bo'lishi mumkin. Ikkita umurtqani bog'laydigan. Ikkinchisi umurtqaga bog'liq bo'lmagan og'riqlar. Ya'ni nervning o'ziga bog'liq, mushaklarga bog'liq yoki ichki a'zolardan beradigan og'riqlar. Hozir sizlarga qisqacha umurtqaga bog'liq bo'lmagan og'riqlar nima? Misol uchun buyrakdagi shamollashlar, har xil kasalliklar uchun buyrak kasalliklari birinchisi. Ikkinchisi, erkaklarda uchraydigan prostata siydik yo'llari kasalliklari. Masalan uchun prostatit bo'lishi mumkin va hokazo. Ayollarda bachadon, tuxumdondagi yallig'lanishlar, kasalliklar va siydik yo'llardagi kasalliklar berishi mumkin. Undan tashqari, beldagi mushaklar, ya'ni bel umurtqasining yonidagi mushakdagi kasalliklar va paydagi kasalliklar. Misol uchun fibromiyalgiya deb eshitganmiz yoki miofascialgiya umurtqaga bog'liq emas, umurtqaning yonidagi mushaklarga bog'liq. Poliradykulit degan terminni ham eshitgan bo'lsangiz, ya'ni ko'plab beldan chiqadigan nervlarda kuchli shamollash ketadi. Kuchli shamollash paytida belda kuchli og'riq berishi mumkin. Ya'ni bu yerda o'sha nervlarning o'zi birdaniga kuchli yallig'lanishi, shamollash bo'ladi. Shamollagandan keyin bularda og'riq beradi. Endi umurtqaga bog'liq bo'lgan og'riqlar qanday? Umurtqaga bog'liq bo'lgan og'riqlar, ya'ni suyakda bo'lishi mumkin, tog'ayda bo'lishi mumkin. Har bir umurtqaning o'siqchalari bor. Mana ko'ryapsiz, ko'ndalang o'siqcha. Bularni biriktirib turgan o'siqcha bor. Ularning orasi ham o'zaro bo'g'im hosil qilib birikkan. Bu bo'g'imlardagi yoki bo'lmasa umurtqaning tanasidagi yoki o'rtasidagi o'zgarishlarga bog'liq bo'lgan og'riqlar umurtqaga bog'liq bo'lgan og'riqlar deymiz. Hozir shuni boshlaymiz. Birinchisi osteoxondroz. Osteoxondrozni ko'p eshitganmiz. Osteoxondroz nima degani? Bir xillar tuz paydo bo'ldi deydi. Bir xillar endi umurtqada yemirilish paydo bo'ldi deydi. Hamma har xil talqin qiladi. Sizlarga oddiyroq tushuntirganimda, mana shu ikkita umurtqa tanasining o'rtasini ko'ryapsiz. Mana xuddi mashinalarning amortizatori sifatida mana bog'lab turadi. Ikkita umurtqani bir-biriga tekib ketmasligi uchun, nervni siqib qolmasligi uchun disk bor o'rtasida. Bu disk ikkita umurtqani ajratib turadi. Bu diskdagi o'zida tog'ay to'qimasi, kollagen, kalsiy, fosfor degan elementlarga boy bo'ladi. Mana shularning yetishmasligi hisobiga bu sekin-sekin oddiy tilda aytganda tuz yig'ilyapti. Ya'ni parchalanish. O'zida oddiy yana misol uchun yosh teri bilan yosh odamning terisi qanday tiniq bo'ladi? Yosh kattalikda ajinlar paydo bo'ladi. Xuddi umurtqada ham shunday. Buning ichidagi elementlar chiqib ketgandan keyin, ya'ni kalsiy, fosfor, kollagen, xondroitin, sulfat, mana shu kabi elementlar chiqib ketgandan keyin bular ham sekin-sekin o'zi pastga boshlab ajinday, yuzda ajin tushganda bu yerda ham yemirilish boshlanadi. Bu osteoxondroz birinchisi. Ikkinchisi, protruziyalar bo'lishi mumkin. Protruziyalar nima? Endi boshlangan girja oldi holati. Mana girja oldi holati qanaqa? Mana endi sekin-sekin siqib mana ko'ramiz. Mana bu yerda ko'rasizlar. Mana sekin-sekin boshlanadi. Bu umurtqada asta-asta pastlashgan bo'ladi. Bu nimadan og'ir ko'tarishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, asta-asta pastlash boshlaydi. Undan keyingisi girjalar. Girjalar nima? Girja o'rtasida disk churrasi yorilib chiqishi girja deyiladi. Girjaning o'zining ma'nosi joyidan siljib chiqishi yoki joyidan yorilib chiqishi. Mana misol uchun mana ko'rib turibsiz, mana bu girja. Aslida mana shunday bo'lib turishi kerak, o'ynab turishi kerak. Bu umurtqalar, ya'ni yuk ko'taramiz, egilamiz, turamiz.
bular harakatda bo'lib turadi. Birdaniga og'ir ko'tarib qo'yish yoki o'sha umurtqada sekin-sekin birinchi osteoxondroz, protruziya bular yemirilib birdaniga yorilib ketishi mumkin. Boshqa mana shu girja paydo bo'ldi. Bular nima qiladi? Bular mana siqib qo'ydi nervni, siqib qo'ygan paytda bu yerda kuchli oyoqqa beruvchi og'riqlar bo'ladi. Boya osteoxondroz bilan protruziyada ham bo'ladi. Endi girjaning boshlanishida odamni ogohlantiradi. Har bir insonda o'sha protruziya yoki osteoxondroz boshlanganda belda qotish boshlaydi, og'riq boshlanadi, sekin-sekin ko'p o'tirib qolsa bel qotib boshlaydi, qanaqadir harakatda noqulaylik his qilib boshlaydi. Biz e'tibor qilmasak bu sekin-sekin girjaga o'tib ketadi. Keyingisi spondilolistis nima? Spondilolistis ikkita umurtqa tanasidagi yemirilishlar. Mana o'siqchalar paydo bo'lib qoladi. Bu tana bilan bu tanasining o'zida qirrachalar. Misol uchun tuzning ustidan yurgansiz, oyoqqa qandaydir tosh botadi, qirrali. Xuddi shu narsa umurtqaning tanasida ham bo'lib qoladi, mana bu nervlarga tegadi. O'shaning atrofida pay nimalar, o'siqchalar bo'lganki qattiq spazm beradi. O'zgarish bo'lmasligi uchun o'sha payt belda ham og'riq berib boshlaydi. Keyin mana bu ikkita bo'g'im bor mana bu yerda. Oldingi o'siqchalar bor. Umurtqa o'siqchalarini bog'lab turadigan bo'g'im. Bu yerda ham shamollash bo'lsa, bunda ham bel og'rig'i ketadi. Keyin ba'zi bir Bexterev kasalligi deb eshitganmiz. Bexterev kasalligida ham umurtqada qotib boshlaydi. Ya'ni osteoxondroz bo'lmaydi, girja bo'lmaydi. Lekin mana shu umurtqalar qotib boshlaydi. Shu bo'g'imlar orasidagi shu shamollashlar nimalar ketadi, bular ham og'riq beradi. Xo'p, mana ko'rdik. Sizlarga sababini aytdim. Ikki xili. Beldagi og'riqlar, nasliy moyillik ham bor. Ba'zida oilaviy bel umurtqasida, ya'ni tog'ay to'qmalari mustahkam bo'lmaydi. Kalsiy, fosfor, kollagen, xondroitin sulfat degan bo'g'im, ya'ni diskning o'zining elementlari bo'ladi, mikroelementlar. Ular yaxshi yetishib kelmaganligi hisobiga, keraklicha so'rilmagan hisobiga, doimiy zax joyda, namgarchilikda yashaydigan, zaxda yashaydigan insonlarda bu holatlar bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa boshqa kasalliklar, misol uchun ichki reumatoidli polartrit deymiz yoki kichik chanoq bo'shlig'idagi shamollashlar, mana prostatit dedim. Bu ham belga ham umurtqaning o'rtasida bo'g'imlarga og'riq berishi mumkin. Mana hozir sizlarga sanab o'tdim. Umurtqaga bog'liq bo'lgan, umurtqaga bog'liq bo'lmagan. Sizlarga yuqorida ma'lumot berdim. Umurtqaga bog'liq bo'lgan og'riqlar. Bizga bitta bemorimiz kelgan, 18 yoshli. Bunda bel sohasida girja paydo bo'lgan. Hozir o'zidan so'raymiz. Qanday boshlandi og'riq? Shu haqida ma'lumot ber. Necha yil bo'ldi og'riganiga? 5 oy bo'ldi og'riganiga. Beldan boshlandi og'riq sekinlik bilan. Oyoqqa ham tashladimi? Ha. Qaysi oyoqqa tashladi? O'ng oyoqqa. O'ng oyoqqa tashladi. Bu yigitimizda bizlar keldi, tekshiruvlardan o'tkazdik. Bel sohasida girja paydo bo'lgan. Bel sohasida girja imminni L5 va S1 sohasida aniqlangan. Bu qaysi sohaga to'g'ri keladi? Mana sizga ko'rsatib beraman. Mana shu sohasida belda buni ushlab ko'rsagan bilamiz. O'sha yerda umurtqasida o'zgarish bo'lgan. Shu sohadagi belda girja chiqqan. 7,4 mm girja. Bu birinchi sekin 5 oy oldin boshlangan og'ir ko'tarish, zax joyda ko'proq ishlash shu sababdan kelib chiqqan. Bu o'ng oyoqqa o'ng oyoq tashlayaptimi? Mana hozirgi kunda o'ng oyoqqa tashlayapti. Mana bu beldagi og'riqlar. Bizlar qanday farqlaymiz? Agar mana chizib ham qo'ydim girja sohasini. Agar ikkita yonda bo'lsa, mana bir-biridan farqlash. Mana hozir klinik diagnostika qilish, ya'ni bir-biridan umurtqaga bog'liq bo'lmagan kasalliklarni bir-biridan differensial diagnostika qilib olishimiz kerak. Mana ikkita buyrak sohasi, mana buyrak sohasi bilamiz, bel toliqib ketaveradi. Mana bu yoqda urib ko'rgan paytda ichkariga qattiq lo'qillovchi og'riq beradi. Bu buyrak sohasidagi og'riqlar. Mana ko'pchilik belim og'riydi deydi-da, to'g'ri uziga boradi, aslida unda girja chiqadi, buyraklari yaxshi bo'ladi. Uni farqlay olmaydi. Yoki bo'lmasa belimda girja bor ekan deydi, buyrakda kuchli shamollash chiqqan bo'ladi. Birinchi farqi mana shu. Ikkita belda yonida imminni buyrak preksiyasi bo'yicha lo'qillovchi, kuchli sanchuvchi og'riqlar berishi, mana urib ko'rgan paytimiz. Ikkinchisi prostatadagi og'riqlar. Ayollarda dedik, kichik chanoq bo'shlig'idagi bachadon boshqa og'riqlar ham u quvuqqa, ya'ni oldingi soha quvuqqa beradi. Bel sohasi bo'lsa, mana bu pastga prostataniki, bu bel sohasiga ham uzatilishi mumkin og'rig'i. Keyingisi mana girjaniki, ya'ni miofascialga yoki bo'lmasa umurtqaning yonida mushakka bog'liq bo'lgan og'riqlar bo'lsa, mana bu ikkita mushak to'liq og'rib qoladi. Bu yerda umurtqada o'zgarish bo'lmaydi. Mana shu ikkita mushakda
qattiq og'riqlar beradi. Bu umurtqaga bog'liq bo'lgan og'riqlar. Yana umurtqaga bog'liq bo'lmagan og'riqlar. Yana bittasi radikulit. Boya ham sanab o'tdim. Radikulitda ham belda kuchli, xuddi pichoq bilan kesib olgandek og'riq beradi. Juda ham qattiq og'riq beradi. Bunda kuchli o'sha beldagi chigal nervlar shamollashib bo'ladi. Buning sababi ham o'sha har xil bo'lishi mumkin. Grip yoki bakterial infeksiyadan keyin tarqalishi mumkin. Endi girjaga ham to'xtalamiz. Girjada mana ko'rdik, o'sha imini girja chiqqan sohadan pastda og'riq bo'ladi. Hech qachon girja chiqqan sohadan o'sha imini girja chiqqan sohadan pastlab ko'rgan paytimizda hech qachon girja chiqqan sohadan tepada og'riq bermaydi. Yo'q. Bu yoqda bormi og'riqlar? Video. Mana bu sohadachi? Yo'q. Bu yoqda yo'q, o'sha sohadan pastdaroq. Bu sohadachi mana pastda. Bor. Pastda bor. Mana biz ko'ryapmiz. L5S1 dan ketyapti. Bu sidalishni nerv bo'yicha, ya'ni o'tirish nerv bo'yicha mana ketyapti. Ketib sonning orqasi bilan mana sekin boldirda mushaklari mana ko'rsak qotib qolgan ikkita mushakni, ya'ni solishtirib ko'rsa qattiq og'riqlar beryapti. Ya'ni girja o'zidan pastga beradi og'riq. Mana bu bemorimiz kelganimizga necha kun bo'ldi? 4-kun. 4 kun bo'ldi. Keyingi nisbatan yengillashdimi? Ancha yengillashdi. Yaxshi. Bir xillarda diagnostika qo'yishda adashish mumkin yoki unisi chalkashtirib yuborishi mumkin. Ikkita yana holat bor. Sakroilit degan diagnoz va son chanoq bo'g'imniki artrozi, nekrozi. Mana shu holatlar uchraydi. Bunda qanday farqlab olamiz? Misol uchun bizlar son chanoq bo'g'imi. Hozir birinchi men bunda ko'rsatib o'ray, qarangizlar. Nima dumg'aza suyagi bilan chanoq suyagi birikkan va chanoq suyagi bilan son suyagi bo'g'im hosil qilib birikkan joyda ham artroz, nekroz, yallig'lanishlar ketishi mumkin. Bu ham og'riq beradi. Mana misol uchun sakroilit. Mana bu chanoq suyagi, ko'rib turibsiz, bu chanoq suyagi. Mana bu umurtqa dumg'aza suyagi. Mana bu o'rtada chiziq bor. Mana bu chiziq ajratib turib, mana shu o'rtada bo'g'im hosil qilib birikkan. Mana shu yerda shamollash bo'lsa, mana sakroilit deymiz. Bu ham kuchli og'riq beradi. Juda ham qattiq belga berishi mumkin. Ko'pchiliklar girja bo'lib qoldim yoki unisi qattig'ini nervim shamollab qoldi deb o'ylaydi. Ikkinchi holat mana bu holat. Chanoq bilan son suyagining boshchasi bor. Ikkitasi kapsula hosil qilib birikadi. Bu yerda nekroz, artroz mana hozirgi kunda koronavirusdan keyin ko'p kuzatilib ketyapti, ko'payib ketyapti. Nekroz, ya'ni son suyagining boshchasi nekrozi. Bu artroz, ya'ni yemirilish deb bilamiz. Yemirilish bu ikkita holatda ham bu ham belga og'riq berishi mumkin. Uni endi qanday bilamiz? Hozir sizga shuni ko'rsatib beraman. Mana bu sohada, ya'ni birinchi ko'rsatganim chanoq bilan dumg'aza suyagi birikkan joy mana. Mana bu sohaga to'g'ri keladi. Mana chizgan soham. Mana shu sohada bosib ko'rgan paytimizda og'riq beradi. Qattiq og'riq berish bu ham juda ham kuchli berishi mumkin. Ko'pchilik girja deb o'ylaydi. Aslida bu sakroilit, ya'ni dumg'aza suyagi bilan umurtqaning oxirgisi dumg'aza bilan chanoq suyagi bo'g'im hosil qilib birikkan joyi. Ikkinchisi mana bu son chanoq bo'g'imi, ya'ni son bilan chanoqning boshchasi mana. Mana shu yerda bosib ko'rgan paytda mana shu yerda kuchli og'riq beradi. Bu ham bir xillar o'ylaydi, girja bo'ldi deydi. Buni ham farqlab olishimiz kerak bo'g'imda. Mana shu ikkita holatni ham ko'zdan qochirishimiz kerak emas. Mana hozir sizga ko'rsatgan yigitimizning MRT tekshiruvi. Mana ko'rib turibsiz, L5 va S1 sohasida girja. Mana tepadan ko'rib kelyapmiz, oppoq bo'lib kelyapti. Bular umurtqalar to'g'ri, dislar hammasi sog'lom, bu yerda kasalliklar yo'q. Faqat qarasak L5 bilan S1, ya'ni dumg'aza suyagi bilan bel suyagi qo'shilgan sohasida mana qorayib qolgan. Ya'ni girja chiqib ketgan. Ikkita suyak, ya'ni tanasi, umurtqaning tanasi bir-biriga yaqinlashib qolgan. Shu suyak nerv siqib turibdi. Mana xuddi mana bunaqa holatda bo'lib turibdi. Ko'rib turibsiz? Mana shunaqa holatda siqib qolgan nervni. Mana ko'rib turibsiz, bel umurtqasi mana shunday siqib qolgan. Mana shu tog'ay to'qimasi nervni bosib turibdi. Mana ko'rdik, girja paydo bo'ldi. Davolash metodi qanday? Davolash metodi har xil.
har xilcha usulda davolanadi. Misol uchun dori darmonlar bilan yoki boshqacha muolajalar, hamma har xil taktikani aytadi. Vrach sifatida dori darmonlar bilan davolagan paytimizda davo lichinasi beradi, lekin u vaqtinchalik. Misol uchun belda bizlar dori darmonlar qo'lladik, o'sha vaqtda og'riq yo'qoldi. Misol uchun keldi girja chiqdi. Bizlar dori darmon qo'llasak, mana bu nervni muzlatib qo'yamiz. Mana bu yerda shishgan to'qima ozgincha qaytadi. Bu nervni jarohatlab turadi. Keyingi safar qo'ziganda undan battarroq qo'zishi mumkin. Bizda davolash metodida manual terapiya qilib, umurtqaning orasidagi girjalar yumshatiladi. Yumshatilgandan keyin igla refleksiya terapiya bilan davolanadi. Bu dori darmonga qaraganda samarali usul, effektivligi yaxshi, bemorga xavfsiz. Misol uchun dorilar qo'llasa og'riq qoldiruvchi qo'llaydi, gormonlar qo'llaydi. Bu bemorga oshqozonda gastrit paydo bo'lishi mumkin, oshqozon yarasi paydo bo'lishi mumkin yoki oshqozonda yara bo'lsa yorilib ketishi mumkin, boshqa asoratlar berishi mumkin. Bizning metodda asoratlari kam, davo effekti yuqori. Agar sizda bel og'rig'i yoki girja bilan muammo bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin yoki bo'lmasa sizlarga maslahat berishimiz mumkin. Agar bergan ma'lumotlarim sizga yoqqan bo'lsa, bitta like va podpiska tugmasini bosib qo'ying. Bu sizlar uchun arzimas narsa bo'lsa ham, bizga kelajakda bu kanalning rivojlanishi uchun va yangi ma'lumotlarni chiqarishimiz uchun bizga motivatsiya bo'ladi. Sizlar bilan doktor Boysun Soxnazar Nuraliyevich, nevropatolog igloterapevt. Agar sizlarga mutaxassis yordami kerak bo'lsa, ushbu telefon orqali yoki bo'lmasa Telegram Messenger orqali murojaat qilishingiz mumkin. Sizlarga qo'limdan kelgancha yordam beraman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.